aka ukalar 17 million 500 ming so'mdan boshlab xudo xolasa smeshinni semental xunajillarimiz bor. 7 oy 8 oy yosh oyligi atrofida aka ukalar bo'ylari 1.5 dan 1.15 gacha chiqadi. Sizdan like'larni bosib videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz aka ukalar. To'liq videolarimizni o'tkazib olmasdan ko'ramiz. Qisqagina, lo'ndagina, xudo xolasa ozgina, sozgina 7 bosh xunajillarimizni obzorini qilib beraman sizlarga. Videolarimizga chiroyli like'larni bosib qo'yamiz. Akalar, ukalar shoshilamiz. Bir yerga tashlab qo'yaman degan aka ukalarimizga juda zo'r variant 17 million 500 dan boshlanadi. Tanlab olishga yoki bir yerga olishga xudo xolasa aka ukalar kelishtirib beradigan joy. Like'larni bosib turamiz. Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oltin chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar ukalar. Xudo xolasa aka ukalar xirmonda oxiri 7 bosh sementalimiz qolgan. Smeshinni semental toza 100 talik emas. Aytib ketaman akalar, bitta bir bosh qora tonligida bor. 6 bosh xunajin. Xudo xolasa hammasi xunajin aka ukalar. Inshaalloh bu yog'i buqaga oz qoldi. Sentabr oylariga olib borib buqaga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradigan variantlar aka ukalar, qochma xunajillar. Manzillar Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharchasi, Xudo xolasa Mirjalol akamlarning fermasida aka ukalar. Bitta yerga olib boqib qo'yaman degan aka ukalarimizga narxlarini yengil qilib kelishtirib beriladi. Inshaalloh akalar, ekranda raqamlar turibdi, aloqaga chiqib bog'lanasizlar. Xudo xolasa aka ukalar, ishlari, sog'lik, salomatchiliklari barchasiga Mirjalol akamiz o'zi kafolatini beradi aka ukalar. Yangi partiyalar kelguncha qo'rani bo'shatish kerak, 6 bosh barchasi sotiladi. Bitta yerga so'ragan aka ukalarimizga videomizni uzoq kuttirmasdan aytib o'tamiz aka ukalar. Xudo xolasa 18 million 500 ming so'mdan aka ukalar. Tanlab olishi qimmatroq bo'ladi. Endi aka ukalar bu yerda bo'y balandroqlari, yosh kattaroqlari ham bor. Shuning uchun aka ukalar qo'yiq suyugiga 18 million 500 ming so'mdan berib yuboraman deyapti aka ukalar. Like'larni bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Semental ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz. Yana qaytarib aytib o'tgaman aka ukalar, toza semental emas bu yerda. Smeshinni sementallarimiz aka ukalar. Boqaman, boqib qo'yaman yerga degan aka ukalarimizga yengil variant qilib sotib yuboryapti. Xudo xolasa ekranda raqamlari bo'ladi, aloqaga chiqasizlar. Yedi ishti sog'lik salomatchiligiga bir haftagacha so'roq savoli bor aka ukalar. Barchasini Xudo xolasa ustiga kelib ko'rib savdolashish, baraka qilish imkoniyatlari bor. Lokatsiyalarni tashlab o'tib ketadi. Xo'p. Xudo xolasa aka ukalar, ularda kattaroq variantlari ham sotildi. Shulardan shu 7 donasi qolgan, shularni sotib aka yangi partiyalarni olib kelamiz deb turishibdi. Xudo xolasa aka ukalar qiziqtirgan aka ukalarimiz bo'layotsa ekranda raqamlar aloqaga chiqaveramiz. Mirjalol aka, qo'yiq suyugiga necha puldan berib yuboramiz aka? 18 dan aka. 18 dan ketaveradi. Bir joyga oldim deganga. 7 tovuni ham oldim deganga 18 dan ketdi. Dastavkalarni qayergacha qilib beramiz? Hammasi olganga O'zbekiston bo'ylab aka. Hammasini bitta yerga olgan aka ukalarimizga O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa dastavkalar bo'lyapti. Bitta tanlab olaman degan aka ukalarimizga narxlari qanaqadan chiqadi aka? Narxi chiqaveradi 17,5 18,5 gacha aka. 17,5 dan 18,5 gacha chiqaveradi. Xudo xolasa. Endi bu qorasini o'zini olaman degan aka ukalarimizga necha pulga chiqadi aka? 18,5. 18,5 ga. Bunisi yonidagi 18. Xudo xolasa dastavkalari bilan olaman degan aka ukalarimiz, qiziqqan aka ukalarimiz, ekranda raqamlar turibdi, aloqaga chiqamiz, bog'lanamiz. Xudo xolasa aka, ozgina, sozgina. Xudo xolasa bitta fermingiz bo'lsa yoki bitta bog'iz bo'ladigan bo'lsa, olib borib tashlab qo'yib boqib qo'yadigan varianti. Shoshilamiz aka ukalar. Xudo xolasa yangi partiyalar kelguncha olib turamiz bularni. Yangi partiyalar kelganda yana aka ukalar xudo xolasa tanlab olib olish imkoniyati bo'ladi. Sizdan like'larni bosib qo'yamiz.